Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Termiz davlat universiteti umumiy fizika kafedrasi o'qituvchisi Nazirov Jonibek bo'laman. Bugungi video darsimiz to'la ichki qaytish hodisasi hisoblanadi. Bu video darsimizni kuzatish jarayonida sizlar to'la ichki qaytish hodisasi nima, qanday holatlarda kuzatiladi va biz uchun nega kerak kabi savollarga javob topishingiz mumkin bo'ladi. Xo'sh, to'la ichki qaytish hodisasi nima? To'la ichki qaytish hodisasi bu nur bir muhitdan ikkinchi bir muhitga o'tganda ba'zi sharoitlarda nurning butunlay birinchi muhitda qolishi va ikkinchi muhitga o'tmaslik hodisasi ekan. Xo'p, bu nima demoqchi? To'la ichki qaytish hodisasi har doim yuzaga kelmaydi, har doim kuzatilmaydi. Ba'zi hollarda yoki ba'zi sharoitlarda kuzatilishi mumkin bo'ladi. Xo'sh, qanday holatlarda kuzatilishi mumkin? To'la ichki qaytish hodisasi nur sindirish ko'rsatkichi kichik bo'lgan muhitdan nur sindirish ko'rsatkichi kattaroq bo'lgan muhitga o'tgandagina kuzatilishi mumkin bo'ladi. Shunda ham doimiy emas. Ya'ni qaysidir burchak ostida tushirsak, to'la ichki qaytish ro'y berishi mumkin. Rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha quyuqroq moddadan havoga yoki vakuumga nur o'tmoqda. Normal kelayotgan nur, birinchi nurimizga e'tibor qaratgan bo'lsak, biz bilamiz, normal kelayotgan nurlar sinmasdan o'tadi. Sinmasdan o'tgan, ikkinchi nur esa qanchadir og'ib o'tmoqda, ikkinchisiga nisbatan ko'proq burchakka og'ib o'tmoqda, uchinchisi esa sirt bo'ylab ketmoqda va umuman ikkinchi sirtga o'tmay qolyapti, ya'ni ikkinchi muhitga o'tmay qolmoqda. Bu holatda o'sha birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi nurimizda o'sha to'rtinchi nurimiz to'la ichki qaytish hodisasiga uchramoqda. Ya'ni shunday bir alfa burchakka tushirsakgina to'la ichki qaytish hodisasi ro'y beradi. Ya'ni o'sha biror limit burchak bo'ladi, limit burchak mavjud bo'ladi. O'sha limit burchakdan katta burchakda ham, kichik burchakda ham to'la ichki qaytish ro'y bermaydi. O'sha limit burchakda tushirsakgina to'la ichki qaytish hodisasi yuzaga kelishi mumkin ekan. Xo'p, to'la ichki qaytish hodisasi sindirish ko'rsatkichi katta bo'lgan muhitdan sindirish ko'rsatkichi kichik bo'lgan muhitga o'tishda kuzatiladi deb aytib o'tdik va formulada yozdik, N1 katta N2 bo'lgan muhitda kuzatilar ekan. Ya'ni hozirgi kunda keng foydalanamiz, o'zimiz hayotimizda, turmushimizda foydalanamiz. To'la ichki qaytish hodisasi optik aloqa tizimlarida keng foydalanilmoqda. Masalan, optik aloqada ma'lumotlar uzatish, xabarlar yuborish kabida to'la ichki qaytish hodisasi asosida ishlaydi. Rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha kabel ichida optik tolalar bo'ladi. Bu optik tolaga o'sha nurlar to'la ichki qaytish hodisasi kabi, to'la ichki qaytish hodisasiga asoslangan kabi ishlaydi. E'tibor beradigan bo'lsak, nur hech qanday tashqariga chiqib ketmayapti. Faqat o'sha o'tkazgich yoki kabel deymizmi, o'sha nur tolaning ichida harakatlanmoqda. Havoga yoki chiqib ketishi kuzatilmaydi. Xo'sh, to'la ichki qaytish hodisasi sindirish ko'rsatkichi katta bo'lgan muhitdan sindirish ko'rsatkichi kichik bo'lgan muhitda chegaraviy burchak ostiga tushgandagina kuzatiladi. Shu holatda biror alfa burchak tushsa, biz bilamiz, birinchi muhitdan ikkinchi muhitga nur o'tganda qandaydir burchak ostida tushadi va qandaydir burchak ostida sinadi. To'la ichki qaytish hodisasi esa tushish burchagi biror limit burchak bo'ladigan bo'lsa, sinish burchagi esa 90 gradusga, ya'ni P/2 gradusga teng bo'ladi. Rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, N ikkinchi muhitdan N birinchi muhitga nur tushmoqda. Alfa burchak ostida tushmoqda. Ketayotgan, ya'ni singan nurga qarasak, sirt bo'ylab harakatlanyapti. Ya'ni ikkinchi muhit vakuumga yoki havoga o'tmay qolmoqda. Shu hisobdan biz normal bilan olamiz burchak deb aytib o'tganmiz. Normal bilan singan nurni orasidagi burchakka e'tibor beradigan bo'lsak, bu burchak P/2 yoki 90 gradusga teng deyishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, sinish qonunidan bizga ma'lum, sinus alfa taqsim sinus beta teng N2 taqsim N1. Bunda beta P/2 bo'ladigan bo'lsa, sinus P/2 da bir qiymatni qabul qiladi. Shundan hosil bo'ladiki, sinus alfa teng N2 taqsim N1 ga teng bo'lib qoladi va o'sha limit burchak yoki chegaraviy burchakni topishimiz uchun alfa teng arcsinus N2 taqsim N1 formula bilan aniqlashimiz mumkin bo'ladi. O'sha alfa burchakka tushirsakgina to'la ichki qaytish hodisasi ro'y beradi.
Doim katta muhitdan kichik muhitga nur tushsa to'la ichi qaytish yuz bermas ekan. Qaysidir burchakka tushirsakgina to'la ichi qaytish yuzaga kelishi mumkin ekan. Xo'sh. Mavzu yuzasidan masalalar yechish. Mavzu yuzasidan masalalar yechish qanday bo'ladi? Xo'p, birinchi masalaga e'tibor beradigan bo'lsak, shishaning nur sindirish ko'rsatkichi 1.52. Ya'ni shishaniki 1.52. Endi masalada birinchi shartida shishadan havoga, suvdan havoga, shishadan suvga bo'linish sirtlari uchun to'la ichi qaytish limit burchagini topishimiz kerak ekan. Xo'p, birinchi shishadan havoga nur o'tmoqda. O'tishda ko'rib turganingiz kabi to'la ichi qaytish hodisasi ro'y beryapti. Endi biz shu holat uchun limit burchagi. Ikkinchisi suvdan havoga, uchinchisida esa shishadan suvga o'tmoqda. Ko'rib turganlaringiz kabi barcha birinchi muhitlar ikkinchi muhitga qaraganda nur sindirish ko'rsatkichi kattaroq. Agarda aksincha kichik bo'lganda edi, to'la ichi qaytish hodisasi yuzaga kelmas edi. Xo'p, masala shartida berilganlari yozadigan bo'lsak, shishaning nur sindirish ko'rsatkichi 1.52, havoning nur sindirish ko'rsatkichi 1, suvning nur sindirish ko'rsatkichi esa 1.33 va biz 3 ta muhit uchun limit burchaklarini hisoblab topishimiz kerak bo'ladi. Alfa 1 tengso'roq, alfa 2 tengso'roq va alfa 3 tengso'roq. Biz yana sinish qonuniga yuzlansak, sinus alfa taqsim sinus beta n2 taqsim n1 formula bilan aniqlar edik. Endi bizga to'la ichi qaytish sinish qonunidan osonlik tomoni sinish burchagi bizga ma'lum va 90 gradus. Sinus 90 gradusda bir qiymatni qabul qiladi. Shu asnoda sinus alfa teng n2 taqsim n1 ko'rinishiga kelar ekan. Xo'p, formula asosida berilganlarni formulaga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, sinus alfa 1 n havo taqsim n shisha bo'ladi. Ya'ni 1 taqsim 1.52. Sinus alfa 2 n havo taqsim n suv 1 taqsim 1.33. Sinus alfa 3 esa n suv taqsim n shisha. Ya'ni shishadan suvga nur yo'naltirmoqdamiz. Shunda hosil bo'ladi 1.33 taqsim 1.52 va limit burchaklarini topadigan bo'lsak, arcsinus alfa 1 arcsinus 1 taqsim 1.52, alfa 2 arcsinus 1 taqsim 1.33, alfa 3 esa arcsinus 1.33 taqsim 1.52. Shu burchaklarda tushursakgina to'la ichiga qaytish yuz berishi mumkin bo'lar ekan. Javobimiz 41 gradus, 48 gradus va 61 gradus. Agarda mana alfa 1 41 gradus hisoblab chiqardik. Agarda 35 yoki 50 graduslarda shishadan havoga nur tushiradigan bo'lsak, bu holatda to'la ichi qaytish hodisasi yuzaga kelmaydi. Ikkinchi masalamiz suv to'ldirilgan stakan ustiga qalin shisha plastinka qo'yilgan. Suv bilan shishaning bo'linish sirtida to'la ichi qaytish ro'y berishi uchun yorug'lik nuri plastinkaga qanday burchak bilan tushishi kerak? Shishaning sindirish ko'rsatkichi esa 1.5 ga teng. Xo'p, rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, stakan suv bilan to'ldirilgan va stakan limma-lim to'ldirilgandan keyin uning yuzasiga shisha plastinka qo'yilgan. Va bu yerda 3 xil qatlam bor, ya'ni havo, shisha va suv. Endi shishadan suvga o'tish chegarasida to'la ichi qaytish yuz berish uchun biz havodan shishaga nurni qanday burchak ostida yo'naltirishimiz kerak bo'lar ekan. Masala shartida berilganlar yozadigan bo'lsak, shishaning nur sindirish ko'rsatkichi 1.5, havoning nur sindirish ko'rsatkichi 1 ga teng va suvning nur sindirish ko'rsatkichi esa 1.33 ga teng. Bu chizmada alfa nurning havodan shishaga tushish burchagi, beta esa shishadan suvga o'tish, ya'ni tushish burchaklari hisoblanadi. Sinish burchagi esa 90 gradus to'la ichi qaytish yuz bermoqda. Xo'p, yechish sinus alfa taqsim sinus beta n2 taqsim n1. Shisha va suv chegarasi uchun masalani qaraymiz. Bu yerda to'la ichi qaytish yuz bermoqda. Ya'ni sinus beta taqsim sinus p taqsim 2, n suv taqsim n shisha. Va sinus beta taqsim 2 da bir qiymatni qabul qilganligi uchun sinus beta 1.33 taqsim 1.5. Bu holat turib tursin. Endi biz havo va shisha chegarasiga yuzlanamiz. Sinus alfa taqsim sinus beta, ya'ni havodan shishaga o'tayotganda alfa burchak ostida tushmoqda edi.
sinus alfa taqsim sinus beta n shisha taqsim n havo. Ya'ni sinus alfa taqsim sinus beta teng 1,5 ga ekan. Sinus alfani topadigan bo'lsak 1,5 ko'paygan sinus beta. Sinus alfa teng 1,5 ko'paygan 1,33 taqsim 1,5. 1,5lar qisqartirib hisoblab chiqadigan bo'lsak, sinus alfa teng 1,33 qiymatni qabul qilar ekan. Xo'p, biz trigonometriya, matematikaning trigonometriya bo'limidan bilamiz. Sinus -1 oralig'idagi qiymatlarni qabul qila oladi. Ya'ni 0,5, -0,5, 0 va hokazo -1dan 1 chegaradan chiqmagan holatdagi sonlarni qabul qiladi. Bizda chiqmoqda sinus alfa 1,33. Ya'ni bu masalamiz sinus 1,33 ni qabul qila olmaydi. Shundan ma'lumki, javobimiz bunday holatda to'la ichi qaytish hodisasi ro'y bermaydi. Agarda o'sha sinus alfa 1,33 emas, sinus alfa 0,75, 0,33 kabi sonlar chiqqan edi, ma'lum bir qiymatlarda kuzatishimiz mumkin bo'lar edi. 3-masalamiz chuqurligi 3 metr bo'lgan ko'l tubida radiusi 50 sm bo'lgan yorug'lik manbai nur sochmoqda. Yorug'lik nuri havoga chiqmasligi uchun ko'l sirtiga suzib yurgan noshaffof doiraviy diskning radiusi minimal qanday bo'lishi kerak? Yorug'lik nuri manbadan barcha tomonlarga bir xil tarqaladi. Hop, rasmga e'tibor beradigan bo'lsak, ko'l tubida fonar bor, yorug'lik manbai, undan yorug'lik tarqalmoqda. Qanday burchak ostida tushirsak, u nur chiqib ketmaydi va o'sha qopqog'ining minimal darajada radiusi qanday bo'lishi kerak? Agarda rasmga qaraydigan bo'lsak, katta 2 R yozilgan, suv yuzasida turibdi. Agarda o'sha 2 R'imiz ozgincha kichikroq bo'lganda ham nur chiqib ketgan bo'lar edi. Ya'ni o'sha to'la ichi qaytish hodisasi kuzatilayotgan joygacha yopadigan bo'lsak, nurimiz, qolgan nurlar bizga xalaqit bermaydi, ya'ni havoga chiqib ketmaydi. Masala shartidan berilganlar yozadigan bo'lsak, h 3 metr, kichkina r, ya'ni fonarning radiusi 50 sm, havoning shisha suvning nur sindirish ko'rsatkichi 1,33, ya'ni to'la ichi qaytish chegaraviy burchagi esa sinish burchagi beta teng p taqsim 2 ga teng. Biz topishimiz kerak noshaffof qopqoqning, ya'ni noshaffof plastinkaning minimal darajada radiusi qanday bo'ladi? Formula va yechishlar qanday bo'ladi? Xo'p, sinus alfa taqsim sinus beta n2 taqsim n1 buni bilamiz. Endi suvdan havoga nur o'tmoqda, bu yerda to'la ichi qaytish yuz berishi lozim shart. Sinus alfa taqsim sinus beta taqsim 2 bu 1 taqsim 1,33. Sinus alfani topadigan bo'lsak 1 taqsim 1,33. Xo'p, alfani topadigan bo'lsak 48,75 gradus bo'ladi. Endi biz geometriya kursidan bizga ma'lum ichki almashinuvchi burchaklar. Yuqoridagi alfa burchagimiz belgilangan pastlikdagi alfa burchak bilan aynan bir-biriga teng, aynan ustma-ust tushadi. Va to'g'ri burchakli uch burchakdan tangens alfani topadigan bo'lsak, qarshisidagi katitning yopishgan katitga nisbati. Biz uchun qarshidagi katit r minus katta r minus kichkina r, yopishgan katit esa katta h. Va formulaga qo'yadigan bo'lsak, tangens alfa teng r minus kichkina r taqsim h. Bundan r ni topadigan bo'lsak, h ko'paygan tangens alfa plus kichkina r, ya'ni yorug'lik manbaining radiusi. Son qiymatlarni qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, 3 ko'paygan tangens 48,75 gradus plus 0,5 metr va 48,75 ning son qiymatini 3 ga ko'paytirib 0,5 ni qo'shadigan bo'lsak, umumiy oxirgi natijaviy javobimiz 3,92 metr bo'lar ekan. Xo'p, javobimiz 3,92 metr. Ya'ni masala sharti o'sha 0,5 mm lik fonardan chiqayotgan yorug'likni minimal darajada yopish uchun 3,92 metrlik qopqoq yoki plastinka kerak bo'lar ekan. Keyingi masalamiz yorug'lik nuri shaffof muhitdan havoga chiqmoqda. Ya'ni yorug'lik tarqala oladigan muhitdan havoga chiqmoqda. Bu nur uchun to'la ichi qaytish limit burchagi 42 gradus. Shaffof muhitdagi yorug'likning tarqalish tezligi qanday? Biz avvalgi mavzularda aytib o'tdik. Yorug'lik bir muhitdan boshqa bir muhitga o'tganda faqat uning yo'nalishi emas, uning tezligi, uning to'lqin uzunligi kabi parametrlari ham o'zgaradi. Va masala shartidan berilganlar yozadigan bo'lsak,
tushish burchagi, ya'ni o'sha shaffof muhitdan ikkinchi havoga tushish burchagi 42 gradus ekan va sinish burchagi P taqsim 2 gradus bilan ifodalanadi. Biz topishimiz kerak, o'sha shaffof muhitdagi yorug'lik qanday tezlik bilan tarqaladi. Agarda vakuum yoki havo bo'lganda edi, bu masalan ishlash shart emas edi, chunki vakuumda yoki havoda yorug'ligimiz yorug'lik tezligi, ya'ni 3 ko'paygan 10⁸ metr taqsim sekundlarda tarqalar edi. Sinus alfa taqsim sinus beta teng n2 taqsim n1. Bu ham teng v1 taqsim v2, bu ham teng lambda 1 taqsim lambda 2. Va biz nur sindirish ko'rsatkichlari va to'lqin uzunliklari bizga shart emas, chunki so'ralmagan. Bizga kerak bo'ladi sinus alfa taqsim sinus beta Vm, ya'ni muhitdagi tezligi va vakuumdagi tezligi. Vakuumdagi tezlik boya aytib o'tildi. S ekan, ya'ni yorug'lik tezligi ekan. Vm da topadigan bo'lsak, Vm yorug'lik muhitdagi tezlikni topadigan bo'lsak, S ko'paygan sinus alfa taqsim sinus beta teng son qiymatlarni qo'yadigan bo'lsak, 3 ko'paygan 10⁸ ko'paygan sinus 42 gradus bo'lingan sinus 90. Sinus 90 bir qiymatni qabul qilganligi uchun natijaviy oxirgi javobimiz 2 ko'paygan 10⁸ metr taqsim sekund ekan. Ya'ni o'sha 42 gradusda to'lashga qaytish yuz beradigan muhitda yorug'ligimiz 2 ko'paygan 10⁸ metr taqsim sekundlarda tarqalar ekan. Xo'sh, mavzuyimiz shulardan iborat edi. Agar mavzu yuzasidan savol, tushunmovchilik joylari bo'ladigan bo'lsa, quyidagi raqamlarga yoki quyidagi elektron pochta orqali murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.